arzonroq ro'zg'orbop kir moshina chiqaring hadidini chiqaring degan obunachilarimiz shu qaraydi. Ataga 1,5 million so'mga avtomat Invector motorimi bu? Yo'q, benzin Invector. Benzin 180 gacha ishlaveradi. 180. Narxi 1,5 million so'mi? Bu pul avtomat qancha? Bu 600 ming qilib beramiz, 7 kilo keyin ozroq ishlagan, tiniq holatda bu ham. Bu pechalar ham bor. Pecha necha pul bu? 150 ming so'm. 150 ming so'm artga. Xo'p, bu kir Bu moshina necha pul? investorli, yangi tabloli, 6 kiloli. Bu ideal holatda. Buni narxini 2 million 300 ming qilib beramiz. 300 ming so'm. Mikrovalnovkachi. Bu Samsung mikrovalnovkamiz, hamma yo'q zo'rgan. Kamishli buni 650 ming qilib beramiz. Samsung koreyskalik arzonidan bas, zo'r holatda. Xo'p, bu yerda xolodilniklar bor ekan. Bu LG necha pul? Bu LG'miz Invectorli bu ham, pastokda ishlaveradi. Ichlari ham ideal holatda kreditga olib sotishdi. Buni narxini 2,5 million qilib beramiz. Toza. Hech qanaqa ochilib yetmagan. Xo'p, bunisi-chi? Bu Arte 150 dan 250 gacha ishlaveradi bular ham. Narxi necha pul bunisi? Buni narxini 2 million, deyapti 1 million 800 qilib beramiz. 1 million 800 ming so'm. Bu ham tiniq qoladi, garantiyalar beramiz. LG Vazdushli. Bu ham past baland to'kda ishlaveradi, no frost. Buni narxini 2 million qilib beramiz. O'zi 2 million 200 sotamiz, 2 million qilib beraveramiz aka. Buni ham garantiyalar beramiz, bexizolat. Xo'p, bunisi-chi? Bu Samsung 22 model. Buni ham kreditga olishgan, pul bo'lib sotishgan. Hamma yo'q ideal holatda. Buni narxini, xo'p, 3 million 300 ming qilib beramiz. O'zi 3,5 million sotamiz, 3 million 300 ming qilib beraveramiz. Tiniq holatda bu ham, garantiyalar beramiz. Xo'p, bunisi-chi? Bu Snagi, pasmarazika, keng kattaroq xolodilnik. Buni bo'yi 180 bo'ladi, yana 60 bo'ladi. Buni narxini 2,5 million qilib beramiz. 2,5 million so'm. Bu ham zo'r. Bu Roysan. Bu ham 180 bo'ladi, yana 55 bo'ladi. Ensizroq, buni pasmarazika 3 ta qo'yadi. Narxi necha pul buni? Narxini, xo'p, 2,5 million qilib beramiz. 2,5 million so'm. Xo'p, hozir turgan joyingiz Farg'ona Pelkinskiy bozorida, pastki nomerga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Mana shu daraxt tagida.